Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bizlar o'tgan darsimizda Artmetda qatlamlar bilan ishlaymiz degandik, lekin ammo bu kompyuterda qatlamlar yo'qligi sababli yangidan Artmet dasturida mana arkadlar ko'rim yozildi. Mana qatlamlar yaratgandik. Shu qatlamlar. Endi bu qatlamlarni qanday qo'yib, qanday qo'shamiz? O'shani ko'rib chiqamiz. Menda o'sha hozir qo'shilgandi bular. Ularni o'chirib chiqamiz. Shiftni bosamiz. Ctrlni bosib, mana bitta bosamiz. Mishka o'ngini bosib, remove o'chib ketdi. Mana qayerdan qo'shamiz? Bu uchun o'sha yana plusga bosamiz. O'sha yana bunda turgan joylashuv o'rnini connect to folderdan ko'rsatamiz. My computer disk okey. Mana Toshkent chiqdi. Endi Toshkentga ichib bosamiz ikki marta. Gidrografik inshootlar bormi, chegara. Kirdik. Chegara. Gidrografiyada nima bor? Gidrografiyada quduq bor ekan. Boyaga ko'rdik, ko'l bor. Mana ko'rdik. Chegarada nima bor? Tuman chegara, respublika chegara. Bizlarga endi birinchi gidrografiyadan boshlaymiz. Gidrografiyadan. Hammaylar boring chegaradan. Xo'p, chegarani qo'shish uchun ikkita usuli bor. Birinchisi, bir marta ustiga bosib turib, mana bu yerda chiqdi. Mana o'shani qatlamni addni bosamiz mana. Yo bo'lmasa, qaytadan bossak, to'g'ridan to'g'ri o'sha oxirgi belgilangan kelgan chiqadi. Mana bir nechtasini belgilasak bo'ladi. Ctrlni bosib turamiz, mana belgilaymiz. Bosam shiftni bossanglar avtomatik mana bittada hammasini ya bo'lmasa mana ekran ochiq turganiga borib mishkani chat tarafini qo'yib yubormasdan hammasini belgilab turib addni bir marta bossangiz ham bo'ladi. Bu ham bir nechtasini bir vaqtni o'zida qo'shsangiz bo'ladi. Mana ikkitasini bir vaqtda qo'shdim. Bizlarda yana bir narsa bor. Ikki marta tez bossak ham bo'ladi. Quduqlar tez bossak mana qo'shdi. Tez bossak qo'shdi. Mana ko'rsatyapti. Quduqlar mana nuqtada, mana nuqta chiqyapti. Respublika chegara mana chiqyapti. Xo'sh, biz endi ishlashni boshlashimiz uchun birinchi qiladigan ishimiz o'sha Toshkent viloyatining chegarasini tuzishdan boshlaymiz. Bu uchun birinchi editor bo'lim bor. Bundan start editor qilamiz. Mana chiqdi hamma qatlamlarimiz. Keyin bu yerdan birinchi respublika chegarasini tuzib olamiz. Mana bu yerda yana rectangle, to'rtburchak, soqol, doira, ellips, aylana, soqol aylanadi. Hop. Bu frishet, bu degani mana bir maydonda bularni ham o'zingiz keyin ko'rib chiqasiz. Biz hozir mana chizishda boshlaymiz. Bizlarda hozir respublika chegarasi bo'lsak, avtomatik line tanlanadi. Mana plus turibdi. O'sha yerdan chiqamiz. Bosganimizda bizlarda mana editorning o'ng tarafida bu knopka yonib turadi. Mana. Bu yerdan qanday chizishni tanlab olsak bo'ladi. Bu magnit. Oldin bir chizgan bo'lsangiz, o'sha chizgan narsalar ustidan to'g'ridan to'g'ri magnit yordam tortib turib ketadi. Ikkinchi marta chizib o'tirmaysiz. Mana bular mana chiziqlar mana aylana
yoshlar uchun bo'lishi mumkin. Mana sal qiyshayib ketgan bo'lishi mumkin. Mana tanlaysiz. Mana hozir biz buni tanlaymiz. Birinchi qilgani yaqinlashtiramiz. Mana respublika chegara qayerdan boshlangan? Mana bu yerdan boshlangan. Ketdi. Mana hozir tezroq qilyapman. Yani yaqinlashtirib olsin. Chunki sizlarga ko'rsatish uchun vaqtimiz hammasini sizga yetmaydi. Megabayt katta bo'lib ketadi bu darsimizni. Uchun qisqacharoq qildim. Hop, mana sizlar lekin qanchalik yaqin tutsangiz shunchalik yaxshi. Ya'ni qanchalik yaqin tutganingizda o'sha ma'lumotlar aniqligi, o'sha hammasi to'g'ri chiqadi. Mana tezroq qilaman. Ba'zi bir kamchiliklar uchun. Mana bu yerda tugaydi. Oxirida mana chizganimizda mana chiqyapti qizil nuqta. Ustiga 2 marta tez bosamiz. Tugaydi. Bo'ldi. Bu birinchisi. Bu qayerdan ko'rinadi? Mana eslaringizda bo'lsa atribut jadvaliga ma'lumotlar yozgan. Bu hozir respublikada turibdi. Mana respublika chegarada shu narsani chizdik. Mana nomi chiqyapti ustida respublika chegara. Mana respublika chegarani bu yoqqa kelamiz. O'ng tarafini bosamiz. Mishkaning. Atribut jadvalini ochdik. Bizlarda mana o'zi chiqyapti. Nomi, uzunligi bu arkisdagi o'zini uzunligini ketyapti. Mana bularda hali ma'lumot ketmadik. Bularda pusto hamma narsa mana. Hech narsa yo'q. Mana hozir respublika chegaradan mana o'zi chizgandik. Mana shu narsa chiqib qoldi. Boyagilarda yo'q. Qaraymiz. Respublika chegarani mana bosib qo'yamiz. Endi bu tarafidan respublika chegara. Qayerdan respublika chegaraga kelgan? Bu yerdan respublika chegara. Ya'ni Tojikiston bilan respublika chegara. Bundan oldingi chizganimiz bu Qozog'iston bilan chegara edi. Mana o'zi bitta nuqta o'tib ketdi mana. Bitta nuqta o'tib ketdi. Buni qaytarish uchun oxirgi ustiga mana shu qizilni ustiga borasiz. Qizil tochkani ustiga borib, mishkani o'ng tarafini bossangiz delete vertik qiladi. Mana shu bossangiz o'chib ketadi. Yo bo'lmasa klaviaturada Ctrl Z. Mana orqaga qaytdi. Ctrl Z. Qaytdi. Farqi o'zingizga qulay. Mana hozir mana shu yerga keldi, to'xtatdi. Mana 2 marta tez bosamiz. Mana bo'ldi. Atribut jadvalga o'tamiz. Nima chiqdi? Mana ikkinchi chizgan elementimiz chiqdi mana. Bo'ldi. Endi bizlarda bu viloyat chegara. Mana viloyat chegarani chizamiz. Ustiga oldin bir marta bosamiz. Mana shu yerga kelsak, avtomatik mana respublika chegara deb ustidan chiqyapti. Shu yerda oxirgi respublika chegarani chizilgan yeri bor. Oxirgi nuqtasi. Mana ustiga tez 2 marta bosamiz, mana tutashtirib. Agar siz boshqa yerda bossangiz, shu narsa yozib chiqmasa, demak bilingki, siz boshqa nuqtada turgan bo'lasiz. Mana yaqinlashtiramiz. Mana bu tarafida mana respublika chegara. Mana shuni boshlang'ich nuqtasini ketdi. Hozir viloyat chegara deb bosganim yo'q, chunki oxirida bosganimiz saqlanib qoladi. Mana ketdi, tugadi. Tuman chegarani ham ko'ramiz. Bitta tumanni ko'rsataman, bo'ldi. Chegarani shu yerdan kelamiz. Mana shu yerga kelsak, shu viloyat chegarasiga tushadi. Mana bosdik. Mana belgilandi.